1658-yil dunyodagi eng go'zal sevgi ramzi bo'lmish Toj Mahalni qurdirgan qudratli shoh nega aynan o'zining o'g'li tomonidan taxtdan ag'darilib zindonga tashlanganini bilasizmi? 1631-yil 14-farzandini tug'ish azobida qon ichida tipirchilab jon berayotgan Mumtoz Mahal tepasida yig'lab turgan shohning yoqasidan changallab unga 5 ta shart qo'yadi. Men o'lgach boshqaga uylanmaysiz va qabrim ustiga dunyoda tengi yo'q inson bolasi ko'rmagan yodgorlik qurasiz. Aqldan ozgan Shohjahon uning har bir so'zini qonun deb bildi. 22 yil, 20 ming usta va minglab bahaybat fillar tinimsiz qamchi ostida ishladi. Turonning maxfiy chizmalari asosida qad rostlagan bu mo'jiza uchun shoh butun imperiya xazinasini tag-tubigacha quritib, havoga sovurib yuborgan edi. Ammo bu telbalarcha sevgi butun saltanat boshiga yetdi. Xazina bo'm-bo'sh, xalq esa ochlikdan qirila boshlagach, xuddi Mirzo Ulug'bek fojiasidagi kabi dahshatli padarkushlik yuz berdi. Shohjahonni o'zining qonuniy o'g'li Avrangzeb shafqatsizlarcha taxtdan ag'darib, kishanband holda zindonga tashladi. Yarim dunyoni titratgan qudratli shoh o'z umrining so'nggi 8 yilini zindonning qorong'i temir panjaralari ortidan o'zi qurdirgan Toj Mahalga, suyukli yorining qabriga termulib, qon yig'lab o'tkazdi. Ayrim tarixchilarning fikriga ko'ra, Shohjahon daryoning narigi betida aynan o'zi uchun qora Toj Mahal qurmoqchi bo'lgan. Sizningcha bu shunchaki afsonami yoki yashirilgan haqiqat? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va tarixning qonli sirlarini ochish uchun hoziroq obuna bo'ling.